Janob Rishi Kumar keldi. Janob Rishi Kumar. Salom janob. Keling, o'tiring. Ajoyib. Siz haqingizda ko'p eshitganman. Rahmat janob. Men ham siz haqingizda ko'p eshitganman. Janob Vivek Mittal, Hindiston korporatsiyalarining qiroli. Tashakkur. Xo'sh, xizmat. Bir taklifim bor edi. Qulog'im sizda. Xo'sh. Ramavaram qishlog'i va u yerdan ketishni istamayotgan do'stingiz. Bu mavzuni ochmaganingiz ma'qul. Boshqa takliflaringiz bo'lsa marhamat. Janob Rishi, bu meni orzularim taxtasi. Barcha orzularim unda o'z ifodasini topadi. Bu yerda tushgan orzuyimni amalga oshirmay qo'ymayman. Yo'limdagi 83 ta qishloqdan bittasini buzmay qoldirsam, orzuyim ro'yobga chiqmaydi. Bu loyihaga 10 milliard tikilgan. Bu taxminan 75 crore degani. Istiqshi yigitsiz do'stingizni olib ketishingiz mumkin. Yaxshi hayot kechirsa. Ketishni taklif qildim, lekin quloq solmayapti. Loyihaga qancha pul sarflaganingiz ham, qancha qishloqlarni buzishingiz ham meni qiziqtirmaydi. Do'stimga qishloq buzilmaydi dedim. Shu qishloqni tinch qo'ying. Buning iloji yo'q. Ilojini topish zarur, janob Vivek. Iloji bo'lmasa-chi. Orzuyingiz orzuligicha qoladi. Janob Rishi, bu davlat loyihasi, hammasi qonuniy. Yo'q, janob Vivek. Bu shaxsiy loyihangiz va u qonuniy emas. Unga 70 crore emas, atiga 50 crore sarflagansiz. Hukumat ko'proq, siz esa kamroq pul sarflashingiz uchun loyiha narxini 50% ga oshirib yuborgansiz. Xo'sh. 83 ta qishloqdan atiga 33 tasi o'z ixtiyori bilan rozi bo'lgan. Qolgan 50 tasiga kuch ishlatgansiz. Bu davlat loyihasi emas. Shaxsiy loyihangiz. Afsuski, u noqonuniy yo'l bilan amalga oshirilmoqda, janob Vivek. Hukumat bu haqda bilmaydi deb o'ylaysanmi? Yo, seningcha pozitsiya bundan bexabarmi? Hamma biladi, lekin hech kim hech nima demaydi. Bir ishni boshladimmi, uni oxiriga yetkazmay qo'ymayman. Bu haqda unuting. Do'stingiz o'sha yerdami? Bir o'zi chodirda o'tiribdimi? Uni yonida kimdir bormi? Yo'q, chunki hammani sotib olganmiz. Unga hech kim yordam bermaydi. Shundaymikin? Yordam beradiganlar topiladi, janob Vivek. Men ko'maklashaman. Qishloq buzilmaydi. Buni sizga tez kunda isbotlayman. Ishonavering. Ehtiyot bo'lar ishi. G'alaba qozonishga o'rganib qolgansan chog'i. Endi mag'lubiyatga ko'nikishni boshla. Bolaligimda oyimga aytgan gapimni sizga ham aytmoqchiman. Mag'lub bo'lishdan qo'rqaman. Buni qarangki, qo'rquv haqida unutgan edim. Siz uni yana eslatdingiz. Ushbu taxtani olib tashlashga tayyor turing, janob Vivek.